Yoshlik gavhari. Hikoya. Muallif Diyora Temirova. Audio hikoya markazda yoshlar kutubxonasi uchun maxsus tayyorlandi. Unutmang, bu dunyo imtihon dunyosi. Ba'zi insonlar aslida bizga sodiq emaslar. Ular bizga bo'lgan ehtiyojlarga sodiqlar. Ehtiyojlari o'zgarishi bilan sadoqatlar ham o'zgaradi. Bobur Hayitov. Quyosh, issiq havo, katta yo'lda ketib borayotgan turli rusumdagi mashinalar. Yo'l chetida esa goh daraxtzorlar, goh paxtazorlar ko'zga tashlanadi-yu, manzaralar yana tez-tez o'zgaradi. Yoz fasli. O'quv yilini tamomlab ta'tilda uyga qaytayotgan talabalar yo'llarni to'ldirgan. Mashinada hayol surib borayotgan Elbek shu kabi manzaralarni ko'zdan kechirar, ba'zida haydovchining savollariga javob berib borardi. Hayot qiziq ekan. Insonlar aytganlarini unutib yuborishar ekan. Qilganlarini ham unutib yuborishar ekan. Faqatgina ularga his qildira olgan narsalarnigina eslab qolishar ekan. Bunday hislarni ancha oldin his qilishga ulgurgan, kechagina ko'cha changitib o'ynab yurgan Elbek bugun katta arxitektor. Hozir esa Elbek onasini ko'rish uchun tug'ilib o'sgan mo'jazgina qishlog'iga yo'l olgan. Yo'lda ketib borar ekan, onda-sonda uchragan bug'doyi allaqachon yig'ib olingan somonpoyalarni ko'rib, bevosita yoshligini eslardi. Yoz. Quyosh erta tongdan mo'ralab barchaga tabassum ulashish maqsadida uzoq-uzoqlardagi tog'lar orasidan ko'kka bo'y cho'za boshlaydi. Nozlanib, kelinchakdek egilib turgan yaproqlarda mitti shabnam tomchilari quyoshning iliq nurlarida dur kabi jilolanadi. Xo'rozvoy o'zining ovozini ko'z-ko'z qilishga uringandek baland qichqiradi. Katta-kichik sayroqi qushlar bir-biriga navbat bermay sayrashadi. Onasiga borishga intiq, onasiga yetmas qilib bog'langan buzoqchalar go'dakdek tamshana ma'rab qo'yadi. G'o'rada turgan qo'zichoqlar ham atrofga alanglaydi. Nargiza opa bugun ham har galgidek erta turdi. Xo'jayini Shamsiddin akani turtkilay zo'rg'a turg'azdi. Bolalari Sherzod, Dilshoda va Elbekni ham uyg'otishga urinib, tez yuzlarini yuvishni aytdi-da, chelakni ko'tarib sigir tomon yurib ketdi. Ikkinchi sigirni sog'a turib, bolalarining uyg'onganligini bilish maqsadida ularga bo'ynini cho'zib qarab qo'ydi. Dilshoda tez turdi-da, hovliga suv sepib supura boshladi. Sherzod boshini ko'rpa orasiga suqib uyquni davom ettirar, Elbek esa chorpoyaga tushayotgan quyosh nurlaridan uyqusi qochib turishga majbur bo'ldi. U oilada kichik farzand, yoshi endigina 13 ga chiqqandi. Choy tayyor bo'lgach, oilaning barcha a'zolari dasturxon boshida yig'ildi. Choydan keyin hamma o'z ishiga keta boshladi. Shamsiddin aka qurilishga, Nargiza opa esa uy ishlariga, Dilshoda paxta o'toq qilishga, Sherzod oliy ta'limga kirish imtihonlari yaqin bo'lgani uchun kitoblarni ko'tarib xonasiga kirib ketdi. Kenjatoy esa odatdagidek mol qo'ylarni boqish uchun yaylovga keta boshladi. Elbek tabiatdan sho'x, kenjatoy bo'lgani uchunmi, biroz erkaroq, yosh bo'lishiga qaramay qat'iyatli edi. Elbek, tez bo'l, kun qizisa qo'zichoqlaring o'tlamay qo'yadi. Elbek, akangni darsiga xalaqit berma. Elbek, opang bilan tortishma. Deyarli har kungi shu kabi tanbehlardan bezor bo'lgan Elbek yaylovga yana somonpoya mollari va qo'zichoqlarini yoyib yuborib, o'zi shu yerdagi do'stlari yoniga oshiqdi. Doniyor, Shahboz, Umrzoq, Ulug'bek latifa aytib bir-birini kuldirib o'tirardi. Elbek ham salomlashib ular safiga qo'shildi. Umrzoqqa navbat kelgan ekan, avval o'zi mazza qilib kulib olib, keyin latifasini ayta boshladi. O'g'il otasiga aytdi: "Ada, men ertaga aniq 5 olaman." Otasi: "Ya o'g'lim, qanday qilib 5 olishni oldindan aytyapsan?" O'g'il: "Bugun men ona tilidan insho yozganimizda sinfimizdagi eng a'lochi qizdan ko'chirdim." Otasi: "O'g'lim, inshoning mavzusi nima edi?" O'g'il: "Mening tarjimai holim" deb javob berdi.
Orada kulgu ko'tarildi. Birov qornini ushlab, birov ko'zining yoshini artib miriqib kulardi. Gapdan gap chiqib, mavzu maktabdagi voqealarga ulandi. Bilasizlarmi, deb gap boshladi Doniyor. Geografiyadan yakuniy nazorat savollari orasida Fransiyaning poytaxti so'ralgan ekan. Men ham o'ylab o'tirmay London deb yozib yuboribman. Keyin o'ylab qarasam Parij ekan. Nima qilishimni bilmay ertagacha Fransiyaning poytaxti London bo'lib tursin deb kechasi bilan duo qilib chiqqanman. Doniyorning ahmoqona duolarini hamma do'stlari kalaka qilishga tushdi. To'satdan 2-3 kishi baqirib chopib kela boshladi. Kulgu bilan ovvora bolalar hech narsani anglamay qolishdi. Jahl bilan so'kinib chopib kelayotganlar fermer Jamshid aka, uning Hasan va Husan o'g'illari edi. Avvaliga hamma ularga hayron qarashdi. Keyinroq ularning shijoatli baqiriqlarining sababini anglashdi. Somonpoyadan keyingi maydonga paxta ekilgan edi. Bolalarning qo'y-qo'zilari paxtaga tushgan shekilli bir to'da qo'yni tepib urib Jamshid aka haydab keta boshladi. Bu paxtazor Jamshid aka fermer xo'jaligiga qarashli yerlar edi. Akajon, iltimos kechiring deb Doniyor uning ketidan umrzoq yugurdi. Fermer aka va o'g'illari qo'ylarni haydab ketishga urinar, Doniyor va Umrzoq bunga yo'l bermasdi. U hatto Doniyor va Umrzoqni turtkilashga tushdi. Elbek do'stlariga imkon qadar yordamlashib qo'ylarni olib qochishga urinardi. Shu topda haydab ketilayotgan qo'ylar boshqalari bilan aralashib ketdi-yu, Jamshid aka qo'ylarga ilinib 6 ta qo'yni yana haydab keta boshladi. Nimagadir endi Doniyor va Umrzoq qarshilik ko'rsatmasdi, chunki haydab ketilayotgan qo'ylar Elbekniki edi. Jamshid aka paxtaga tushgan qo'ylar bular emas edi. Yolg'on gapirma, men hozir paxtaning ichidan haydab chiqdim-ku deb g'azab bilan baqirdi fermer. Yo'q, haydab chiqqanlaringiz boshqa edi, siz adashtirib yubordingiz. Ular meniki emas, Doniyor va Umrzoqniki edi demoqchi bo'ldi-yu, lekin indamay qo'ya qoldi. Hech narsa aytmadi, faqatgina qo'ylarni olib borishga urindi. Olib qolmasa bo'lmasdi. Aks holda ulardan ayrilib qolar, buning uchun esa dadasidan anchagina yomon gaplar eshitardi. Jamshid akaning jahli chiqib, Elbekning ketiga 1-2 marta qattiq tepdi. Elbekda ham g'urur kuchlilik qilib gap qaytarmoqchi bo'ldi, ammo bunga hurmat tuyg'usi yo'l qo'ymadi. Shu bilan birga qat'iyatidan ham qaytmay qarshilikni to'xtatmadi. Hasan va Husanlar Elbekdan katta, bo'ylari ham balandroq edi. Endi ular ikkalasi birdan uni ura ketdi. Elbekning kuchi yetardi, lekin ular 2 kishi edi. Bu ham kamday biroz quyosh o'tsa ham burni qonaydigan odati bor edi. Hozir ham Hasan Husanlarning birini qo'li tegar-tegmas qonay boshladi. Yo'q, u baribir maqsadidan qaytmaydi. Qo'ylarni olib qoldi. Jamshid aka va o'g'illari so'ka-so'ka ketishdi. Bu voqeadan qattiq ta'sirlangan Kenjatoy do'stlar davrasiga ham bormay yolg'iz o'zi tut soyasi tagiga o'tirdi. Nimagadir ko'zlaridan endi yosh sizib chiqardi. Qancha urinmasin to'xtata olmasdi. Unga nohaq aybdor bo'lib qolgani, beayb kaltak yegani ham alam qilmasdi, ammo voqeaning asosiy aybdorlari, yaqin do'stlari uning kaltak yeyayotganini ko'rib turib uzoqdan indamay kuzatgani alam qilardi. Ha, yoshlik qiziqda, o'yladi Elbek. Yoshligida bunaqa voqealar ko'p bo'lgani, lekin nimagadir shunaqasi sira esidan chiqmasligini o'ylab, soatiga bir ko'z tashlab qo'ydi.